Assalomu alaykum barchaga. Oqchopon podkastimizda birinchi soniga xush kelibsiz. Shifokor bemorlarga biznes manbai sifatida qaramaydi. Soqa qilishni bilishmaydi. Demak, qizlarga eng zo'r maslahat karyera bo'yicha eng yaxshi Turmush Topish. Qoyil ham oila, ham ish, ham karyera. chislok bilan klizma qilib gijjalarni tushirishlar, unaqa narsalar. Unaqa narsa yo'q. Zuluk taybi nima desa Zuluk taybi O'zbekistonda tug'ilib qolgan. Oddiy mana shu dumbadan suvsizlanish og'ir daraja ekskoz bilan kelib reanimatsiyaga tushib Birorta konferensiyada sport sifatida Ibn Sinoning kitoblarida yozilgan deyishmaydi. mana bu firmani smersang desang, bolang zo'r o'sadi, seni bolang tinchlanmayapti, qorni och. Bola tishlatish yo'li bo'lganda bu. Tushunasizmi? Ozgina marketing. Rostdan ham nega unaqasizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. echkini bolasiga o'zi Mengacha ota-onamni jinnimisan degandek qarab turardi. qilish kerak. Shifokorlar shunaqa deb turgan paytda ota-onalar nima qilish kerak? Neyra vaspaline degan narsa isbotlangan tibbiyotda yo'q. Assalomu alaykum barchaga. Oqchopon podkastimizda birinchi soniga xush kelibsiz. Oqchopon deyishimizga yarasha o'zini sabablari bor. Ziyodulla. Oqchopon degani bu o'zi hammaga tushunarli bo'lishi uchun balkim bilganlar tushungandir ba'zilar. Oqchopon bu o'zimiz oq xalatni milliy nomi. Oq xalat deyish o'rniga biza hozir milliylik trend bo'lyapti. Shu trenddan ketgan holda oq chopon deyishga nomladik. Bu o'zimiz oddiy oq xalat. Hamma bilamiz, doktorlarning hammasi oq xalat kiyishadi. Oq xalat shifokorlarning ramzi. Biz shu shifokorlar bilan bugun va keyingi ko'rsatuvlarda gaplashib, ularning fikrini bilib, shifokorlar bilan xalq orasini bog'lab beradigan bir ko'rsatuv qilmoqchimiz. Bugungi mehmonimiz Zilola opam, ya'ni bolalar gastroenterologlari. Qalay bo'ldi Zilola opa? Assalomu alaykum. Amerikada yaqinda bo'lib keldingiz. Salom hammaga. Bugun men taklif qilganlardan birinchi mehmon qilib chaqirganlardan xursandman. Bu juda ham yoqimli narsa, birinchi mehmon bo'lish. Amerika sayohati zo'r bo'ldi. Iloji bo'lsa yana ketib borgan bo'lardim. Juda ham ko'p taassurotlarga boy, bilimlarga boy, imkoniyatlarga boy sayohat bo'ldi. Menimcha bu har bir shifokor orzusi, o'sha Amerikada hech bo'lmaganda bir oy bir kurs olib yoki malaka oshirib qaytish. Nima farqlari bor ekanmi? O'zbekiston tibbiyot, Amerika tibbiyot farqi bor ekan. Menimcha boshqa dunyo, как будто Boshqa xuddi planeta. boshqa planetada, tibbiyotda bir boshqa planetasiga tushib qolgandek bo'lasiz. Birinchidan, u yerda hamma narsa juda qat'iy guideline, nima deydi, yo'riqnomalar asosida har bitta o'sha har xil yo'nalish bo'yicha kasallikni tashxisi, olib borilish, diagnostika, davolash ham ma'lum bir o'sha juda nima deydi, isbotlangan tibbiyot asosidagi guidelinelar asosida va hech qanaqa shifokor bemorlarga biznes manbai sifatida qaramaydi-da. Marketologiya deydimi, nima deydi? Soqa qilishni bilishmaydi. Ha, soqqa qilishga bo'lgan nima yo'q. Oyligi zo'r deyishadi, rostdan ham oyligi zo'r ekan. Albatta oyligi zo'r. Endi uni oyligingiz qancha deyish bu juda xunuk ko'rinadi, lekin eng nima bilamiz, menimcha bu sir emas. Shu Amerikada bir yiliga 1,5 million topadigan odamlar bor, doktorlar deyishadi. Haqiqatda shunaqa ekan. Shunaqa masalan, professor yoki o'sha ilmiy unvoni bor, keyin ko'p ham universitetda dars berib, ilmiy ish qiladigan, ham praktik amaliyotini birgalikda olib boradigan shifokorlar juda ham yaxshi oylik maosh oladi. Oy hisobida olganda men hattoki bir ikkitalarini bilaman, o'sha 56 ming, 60 ming dollar miqyosida olishadiganlari bor. Bu dejurstvalar bilan birgalikda hisoblaganda Yo'q, adashmasam. aynan Baxtiyor bilasiz, mana shu 56 ming, 60 ming oladiganlar dejurstda turishmaydi. Bu уже nima deb aytsam sizga, yuqori statusli shifokor, уже necha yil ishlagan, opiti bor, hozirgi kunda ilm bilan birga shogirdlarni ham olib borayotgan, xullas xalq tilida degan bo'lsak, katta unvonli professorlar deymizmi, shunaqa odamlarda grafika ham juda bizdagi mana tig'iz emasda, tig'iz to'g'ri, lekin masalan aqlli tuzilgan. O'sha kunni qaysidir qismida praktikasini qiladi, ilmga bag'ishlaydi. Masalan, ilmiy ish qilaman deganda ham menga yoqqan tomoni shifoxona целый komandani bergan.
Ya'ni, masalan, man aytaylik, shifokorman, bemor ko'ryapman, mani rezidentlarim bor, fellowlarim borda. Ularga o'sha maxsus topshiriq beraman, kasalni ko'rdik, boshqa qildik. Hamma ma'lumotlarni sistemadan olib yig'ish, statistika обработкасы, uni o'sha hisob-kitobi, xulosani baholash, laboratoriya bilan o'sha ma'lumotlarni solishtirish, ishonchlilik mezonini aniqlash bitta komanda ishlaydi. Professor yoki o'sha rezidentlarning vazifasi shu ma'lumotlarni to'g'ri yetkazib berish, shu research team deydi. Shu menga juda ham yoqdi lekin. Qo'y. Bizga ancha bo'lsa kerak hali. Judayam. Va o'sha yoqda man bizani mana shu bolalar gastroenterologiyasi bo'yicha shu gastroenterologiya sohasiga, ichiga aralash kasalliklar sohasiga asos solgan juda kuchli professorlarni ko'rib, ular bilan suhbatda bo'lganim bu menimcha eng katta baxt. Men uchun bu juda katta baxt. Keyin o'sha Lancet bilasiz, juda yuqori reytingli tibbiy jurnal. Hozir bizada gastroenterologiyada pediatrisk gastroenterologiya, gepatologiya, nutritsiyologiya jurnali ham bor. Bu gastroenterologiya sohasida Q1 jurnal hisoblanadi. O'sha yoqdagi ko'p chiqadigan yuqori reytingli maqolalar ham o'sha yerda tug'ilayotganini ko'zim bilan ko'rib keldimda. Qo'y. Shu aytishadi, o'sha domlalar, o'sha juda kuchli professorlar, ular oddiy hayotda qarasa juda oddiy yashashadi, studentlari bilan oddiy muomala qilishadi, juda mehmondo'st, do'stona muomala qilishadi deyishadi. Biz ham O'zbekistonni kuzatsak, unchalik emas, masalan, o'zini To'g'ri. kattaroqlarni professorlar Limit bor. past qaraydi yoki ishini qildiradi, menga bor, uni qilib ber, buni qilib ber, mam narsalarni yozib Judayam. beradi, buyruq ohangida qiladi. Ular mana shunaqa deyishadi, rostdan shunaqa ekan. To'siq yo'q. Har qayerda to'g'ri aytyapsiz. Men birinchi kun hayron bo'lganim, shunaqa masalan, mani Marlo Dubinskiy professor o'sha konferensiyada tanishib qolganimdan keyin ular shu o'qish imkoniyatini menga yaratib berdilar. Buning uchun rahmat deyman. Bepul o'qish va keyin innovatsiya vazirligi topshirib grantini olib, yonimdan bir so'm sarflamay borib keldimda. Shunda men u ayolni shunaqa kuchli, shunaqa masalan, ichiga aralash kasallikni qirolichasi deydi-ku ayolni. U ayolni shunaqa obro'li, shunaqa statusli, hamma uni hurmat qiladigan ayol praktikada oddiy insonligini va men bilan ham boshqa shifokor rezidentlar bilan shunaqa darajada yaqin gaplashib o'rgatishini, orada hech qanaqa distansiya qo'ymaganligini ko'rib og'zim ochildi, hayron qoldim. Chunki bu narsa biz shifokorlar uchun motivatsiyada, ilmga ham. Keyin bitta narsa men o'sha xayolimdan haligacha chiqmaydi, aytganlar. Men aytganman-da, bizada O'zbekistonda sal mentalitet ayol kishida ilm qilishi yoki karyerasida boshqacharoq. Men lekin hozir shu farzandlarim bor, ham u payt homiladorman o'zim. 7 oylik homilador bo'lib borganman. Shunaqa ilm sohasiga keta olurmikinman, o'zimga ko'p shubha qilaman, uver emasman, erta bolalar bilan eplash, hayot, u bu desam, eplaysan, nega eplamaysan? Eplaysan. Hamma odam qilgan ishni odam qiladi. Umuman orqaga chekinmaganda bir motivatsiya berganlar-da. Haligi yosh shifokorlarni o'sha bag'riga olib, shu sohani o'rgatayotganini ko'rib, men prosta lol qoldim-da. Ana o'shandan keyin men yana ham gastroenterologiyani sevib qoldim. Bir kun Instagramda o'tirganimda istoriya qo'yganlarida bildim, homilador ekanlar, Amerikada yurgan ekanlar. Men birdaniga yozib olganman, "Opa, sizga gap yo'q, qoyil, ham oila, ham ish, ham karyera, undan tashqari yana qorinda bolalari bo'lsa ham o'sha Amerikada yurgan ekanlar." Havas qilib shunaqangi ichimdagi bor narsani yozganman-da. Oradan 1 yil o'tyaptilar, kolyaskada yuribdilar Amerikada. Kolyaskada yuribdilar. Ko'rsangiz, o'sha 2 marta yozyapman keyin. Maza qilib. O'zi maqsad qanaqa uni ayol kishi uchun? Biz erkak kishimiz ko'chada yuraveramiz, ish bor. Kamroq qab shunaqa mentalitet shunaqa. Ayollar baribir o'zbekchilikda bor, organizatsiyada bor, yana sen bo'li doktorda ishi shundoq ko'p bo'ladi. Uy ishlari ulgurish qanaqa? Sizlar 4 ta bolangiz bor ekan. 4 ta bolani qanaqa? O'zi to'g'risi aytganda bu ayol kishilarga menimcha 2 barobar qiyinroq. Ishi, oilani, farzandlarni eplash, chunki yo uni ustun qo'ysangiz, bu orqaga qarab ketadi, buni ustun qo'ysangiz, bu o'zi aslida buning uchun turmush o'rtog'ing yelkasi, yelkadosh bo'lib seni tushunishi, yordam berishi. Men turmush o'rtog'im ham ilmli inson, yuristlar, shuning uchun har doim ilmingni oshir, imkon bo'ldimi, qo'pol qilib aytganda, davay, gazni bos. Hozir imkon berilyapti, erta bilib bo'lmaydi. Oradan vaqt o'tgandan keyin shu imkon senga qaytib keladi. O'qi. Birinchi o'zi Koreyaga borganman-da men, 1 yil o'qishga. O'shanda ham oila a'zolarim, turmush o'rtog'im, qaynota qaynonam, tilla odamlar ular boring o'qing deb sharoit qilib bergani uchun deb o'ylayman birinchisi. Ikkinchisi avvalambor xohish kuchli bo'lsa-chi,
har qanaqa to'siqni yengib o'tar ekansiz. Men o'ylayman, ayol kishi qancha ilmli bo'lsa, farzandlarini shunaqa zo'r ilmli qilib tarbiyalay oladi-da. Shuning uchun mana aytaman, hozir Instagramdan baxtiyorman, hozir ko'plar yozadi-da. Qanaqa qilib, nimaga, yo shunchalik, yo bu soxta Instagramga ko'rinishmi, shunaqa eplashingiz yoki boshqa deyishadi. Yo, bu prosta xohlasa o'sha narsani odam qilar ekanda. Bir xillarni ko'raman, moliyaviy imkoni kengroq, menga nisbatan, sharoiti zo'rroq, lekin o'sha o'zini chegarasidan tashqariga chiqmay shu hayotimga xursandman deydiganlar ham bor-da. Menda lekin maqsad kamida o'sha professor Malodobeskidek bo'lish. Eplasa bo'ladi bemalol. Demak, qizlarga eng zo'r maslahat karyera bo'yicha eng yaxshi qo'llab-quvvatlaydigan Turmush o'rtog'i. Shunaqa. Shu turmush o'rtog'i bilan birgalikda karyerasini davom Da, ettirish. tushuntirish kerak. Bu oilaga qanaqa yaxshi, farzandlarni kelajagi uchun. Keyin bilasizku, ilm olgan, ilm qilayotgan inson savobi juda katta. Endi shunaqa bo'lmasa-chi, mana hozir bizani ko'rayotganlar bor. Siz shunaqa omadli turmush chiqqan ekansiz. Bizani omadimiz unaqa kelmagan. Bizda bunaqa ruxsat berishmaydi. Kech kelsam urishadi, xotin qilmasam urishadi. Ularga qanaqa maslahat berasiz? Bemalol uni ham yo'li bor. Uyda o'tirib, hozir mana ko'p joylarda onlayn kurslar bor, onlayn hattoki amaliyot o'tash imkonini ham qilishyapti chet elda. Shunaqa saytlari bor. Masalan, pulni to'lasangiz, ba'zida grantlarni harakat qilsangiz, onlayn observation deydi, kuzatuv. O'shani ham sharoitini qilsa bo'ladi. O'qish uchunchi bilasizmi, mana homilador bo'lib farzandlarim 4-5 oy bo'lguncha uyda o'tirganman. Tibbiyot har kun rivojlanadi-da. Uni tashlab keta olmaysiz. Bir kun ham shuning uchun uyda o'tirib ham o'qib o'tirish yo'li ko'p-da. Endi to'g'ri, amaliyotda o'zi ishlab, o'z ustida ishlab, odamlar bilan muloqot qilib rivojlangan boshqa. Lekin uyda o'tirib, masalan, uydan ruxsat bermasa, xo'jayini yo'q desa, ko'chaga chiqarmi, boshqa qilsa, bu menimcha hech to'siq bo'lmaydi ayol kishi uchun. Harakat qilsanglar, yo'l har doim topiladi. Izlagan imkon topadi. Men bitta qizni bilaman, Instagramda ular meni kuzatar ekanlar-da. Men hozir o'sha qiz yutug'ini o'zim hayotda ko'rib, og'zim ochilyapti. Haligi qiz 1 yil oldin meni kuzatish boshlaganda, turmush o'rtoqlar shunaqa qattiq qo'l, ular boshqa soha, til sohasi ishlatmaganlar, o'zi magistratura o'qimoqchi bo'lganlar, umuman imkoniyat bo'lmagan. Keyin u qizga aytdim, onlayn o'qing, kurs oling, yo'llari bor hozir. Rosa imkoniyatlar ko'p. Til bilar ekansiz, chet el kursini oling, qidiring, Google bor deyapman. Shu qiz keyin o'qib nima qilganlaridan keyin, o'z ustida ishlagandan keyin turmush o'rtoqlari bilan munosabatlarda ham o'zgarishlar boshlabdi. Aytyaptilar, jahl qilmaydigan bo'ldim, urushmadik, chiroyli gapirsam, imkoniyatlar ochish boshladi. Keyin уже sekin-sekin ishga joylashga ruxsat berganlar, o'qishga kirishga ruxsat beribdilar. Sekin-sekin hamma narsani qilsa bo'lar ekan. Hozir o'z ustida o'sha institutda dars berib, уже magistraturani bitirish arafasidalar. Bolalarini ham 3 ta bolasini eplab, har doim rahmat deyiladi. Ozgina bo'lsa ham Instagramda yaxshi gapimiz shular ta'sir qilgan ekan deyman-da. Demak, shuni anaqadan to'xtab qolmasdan, chegaralarni chegarada bilmasa, o'sha imkoniyatni bilib uyda o'tirib, masalan, ular psixologiyani o'rganganmi, erlari bilan ham munosabat yaxshi qilish keyin yo'lini topsa bo'lar. Yo'lini qilsa bo'ladi dedilar. Shu qizdan men bildimki, hamma narsani yo'lini qilsa bo'lar ekan dedilar. Hayron qoldim, to'g'risini aytsam. Zo'r. Yana bitta odamlarda fikr bor. YouTube'da ham ko'p chiqadi. Ko'p shifokorlar gapirishadi. Amerika bosqichma-bosqich dorilardan voz kechib, tabiiy davolash usuliga o'tdi deyishadi. Ya'ni aytishmoqchiki, ular o't o'lanlardan foydalanib, dori bermasdan davolaydi degan narsa odamlarning miyasida biznesi deyish. Ular o'ylashadi, dorilar Amerikada ishlatmasdan ular tabiiy yo'lga o'tishadi deyishadi. Mana Amerikaga borib kelgan inson sifatida xalqqa aytib bersangiz, mana shu narsani tushuntirib bersangiz, rostdan shunaqami yoki yo'q? Yo'q, bu noto'g'ri fikr. Unaqa narsa yo'q. Masalan, tabiiy narsalar bilan endi men ko'rgan paytimda hali hech qachon kimnidir prescription yoki yozib berish, davo yozish maslahatida tabiiy narsani tavsiya qilgan unchalik ko'rgan yo'q. Tabiiy deganda nima? To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri turmush tarzi, jismoniy faollik, ko'p suv ichish, masalan, shunga o'xshash narsalar. Lekin agar tabiiy deganda siz o'to'lanlar, giyohlar, har xil biologik badlar deymiz-ku, supplements deymiz. Shular bilan davolashayotgan bo'lsangiz, yo'q, bu narsani ko'rganim yo'q. Yoki zuluklar bilan davolash.
zuluklar, klizmalar, bolalarda chesnok bilan klizma qilib gijjalarni tushirishlar, unaqa narsalar Unaqa yo'q narsa edi. yo'q. Man yetib bersam ular jinni bo'lib qolishdi. Zuluk taybi nima desa, Zuluk taybi O'zbekistonda tug'ilib qolgan. Точно. Bechoralar. Точно. O'zi klizmani o'zi hech anaqasi bormi, foydasi bormi? Masalan, klizma qilsang deydi, har 3 oyda bir klizma qilishing kerak. Shunda hamma yog'ing tozalanadi, Ichaklari yaxshilanadi. tozalanishi. Shunaqa deyishadi-ku. Bilasizmi, man bitta narsaga hayron qolaman. O'zbek xalqimizcha rosa ishonuvchan, nima deydi, sodda xalqda. Sodda. Bir xil payt to'g'ri xursand ham bo'lasiz. Xalqimiz yaxshi, sofdilki, shunaqa sodda. Ikkinchi tomonda xafa bo'lasiz, o'ziga zarar yetkazib qo'yadi. Hech qachon klizma bilan tozalagan odam ichagi zo'r bo'lib qolmaydi. O'zi ichagimiz o'zini o'zi tozalash xususiyatiga ega. Muhtoj emas Bekorga tozalashga. bizga yog'oq ichib berilmagan. Ha. O'shaning uchun bu narsalar xalq orasida juda ham ko'p, ayniqsa onalar orasida hozirgi kunda mana eshityapman, kelishadi-da, "Zolib iching, tozalashga nima tavsiya qilasiz? Bolam için tozalashga nima tavsiya qilasiz?" yoki o'smirlar onasi keladi, "Mana shundoq guringlar bosib ketdi, bolamni için tozalashga nima tavsiya qilasiz?" yoki "Qanchadadir klizma qilish tavsiya berishdi, nima deysiz?" deyshadi. Bu narsa nabarot, agar siz rutin ravishda har qanchadir oyda prosto shunchaki bolangizda hech qanaqa ich qotish yoki ich qotishda ham dezinfeksiya deymiz, o'sha to'planib qolish bo'ladi-da, axlat toshlarga aylanib ketadigan bolada biz klizma buyurishimiz mumkin. И то uni ham shifokor ko'rib, baholab etiladi. Shunchaki yaxshi yurgan bolani yoki yaxshi yurgan o'smir, hattoki katta odamni ham klizma qilib yoki shlaklarni yuvish maqsadida, ichaklarini tozalab, nima qilish maqsadida u noto'g'ri narsa deb o'ylayman-da. Shu o'zi O'ylayman emas, bu isbotlangan tibbiyotda yo'q. Odamlar eshitaman, tomirimni yuvishim kerak, organizmni Ha, jigarni tozalashim, jigar. Eng zo'risi. Qanaqa men xayol qilaman, bunda jigarni ochib turib, Men ham shunaqa tasavvur qilaman hozir. Ya'ni mashinani motorini yuvib kelish kerak, mashinani bagajini tozalab kelish deganga o'xshab gapirishadi. Qanaqa qilib men tushunmayman, u hammasi bitta odam ichida. Qanaqa qilishyapti? Yorasdan yuvishyapti. Yoki bo'lmasam aytishadi, 1 yil ichishadi-da, masalan, alkogol, nima hamma napitklarni ichishadi-da, oxiri aytadi, mayli deydi-da, 10 kunga sanatoriyaga borib kelaman, kapinitsa olaman, o'zim tozalataman deyishadi. O'sha narsa rostdan haqiqatga yaqinmi? Yaqin emas, albatta. O'zinglar bilasizlar-ku, bizda hozir o'sha tibbiyot kerak, birinchi yo'nalishni bitta yana gapirib ketaylik. Isbotlangan tibbiyot bitta yo'nalish. Hozir O'zbekistonda yuritilyapti, asosiy eng kerakligi o'zi shu. Keyin o'sha Sovet ittifoqi davridan qolib ketgan ma'lumotlar, yangilangan ma'lumotlar bilan ishlamaydigan shifokorlar bor va integrativ, preventaj o'sha badlar bilan davolab, kasallarni biz hech qanday kimik dorilar bilan davolab, bolangiz jigarga zarar yetkazmaymiz, bolangiz umrini uzaytiramiz deydigan yo'nalish ham bor. Endi ular klassik deyishadi. Ha, ular klassik. Preventiv va klassikka bo'linar ekan, men bilmasdim buni. Yo'q, hali ichida ham men bilmayman. Yo'q, men o'zi ular o'sha kasallikni bo'lmasdan oldini oluvchilar, preventiv, integrativ. Tushundim, oldini olish. Va biz oddiy bu yerda shifoxonada ishlaydiganlar, ular klassik deylar ekan. Shunaqa. Xayolimga nima keladi? Ha, biz klassik ekanmiz. Klassik ekanmiz. Hozir yangi toifa vrachlar integrativ tibbiyotlar, prevent ishlar deb chiqayotgan ekan. Ular preventiv, ular kasallikni oldini olishar ekan. Dori bilan. Shifokorlar bular klassik shifokorlar hisoblanadi. O'zi bor kasallikni davolar ekan. Bor kasallikni dori bilan davolar ekan. Endi odamlarga savol. Kommentariyaga yozib keting javobingizni. Kasallikni oldini olish uchun dori ichgan yaxshimi yoki kasal bo'lgandan keyin tuzalish uchun dori ichgan yaxshimi? O'zi umuman olganda o'sha preventiv tibbiyot ham yoki bo'lmasam integrativ tibbiyot ham bu klassik meditsinaning ichidagi bitta bo'lim. Bu bo'limcha hisoblanadi. To'g'ri. Bular alohida chiqmaydi. Masalan, bizada ham agar birorta bir elementlar yetishmaydigan bo'lsa, vitaminlar yetishmaydigan bo'lsa, analizda tanqisliklar bo'ladigan bo'lsa, shifokor shundoq ham aytadi, "Ha, shuni iching" deb. Lekin ularni alohida ajralib chiqishi bu noto'g'ri hisoblanadi. Isbotlangan tibbiyotda ham gapiring, Baxtiyor, chunki isbotlangan tibbiyot ko'plar nimaligini bilmaydi-da. Nima u? Isbotlangan tibbiyot bu masalan Ziyodulla 1000 ta odam bilan yoki 10,000 ta odam bilan kattakon ilmiy ish qiladi. Ya'ni u tajriba o'tkazadi. U tajriba masalan Zalol opam ham xuddi shunaqa ilmiy ish o'tkazadilar. U ikkalasini keyin olimlar meta-analiz qilib, hammasini qo'shib bitta joyga olib kelib, ularni o'rganib, bitta guideline rekomendatsiya chiqaradi. Mana shuncha kuzatishlar asosida biz shuni tushunib yetdikki, mana shu preparat mana shunaqa xastalikda juda ham zo'r qo'l keladi yoki umuman foydasi yo'q degan rekomendatsiya chiqaradi. Shifokorlarning vazifasi shunchaki o'shani kirib, o'qib,
amaliyotda qo'llash bu judayam qiyin olamshumul narsa emas. Shunchaki talab qilinadigan narsa adashmasam ingliz tilini bilish. Birgina ingliz tilini bilgan odam bemalol o'zi o'qib tushunib oladi. Hozirgi zamonda uni tarjima qilib olish ham muammo Oson. emas. Isbotlanmagan tibbiyot qanaqa ketadi shu protsess? U isbotlangan tibbiyot. Isbotlanmagan tibbiyotdan foydalanayotgan shifokorlar ham bor. Ular isbotlanmagan-ku narsa, balki u rostdan ham to'g'ri narsadir. Ular ham nimagadir qarashyapti, ular nimaga Yo'q, qarab tushashyapti? man bunaqada Ziyodulla qarang, o'sha mani fikrim bu isbotlanmagan degani, masalan, siz bilan Baxtiyor uchalamiz nimanidir o'rgandik. Atigi uchalamiz yoki 3 ta kasaldagini o'rgandikda, o'sha biz xohlagan natijani oldik. Biz isbotlab bermoqchi bo'lgan natijani oldik. Lekin 3 ta odamni natijasi bilan siz xalqaro tibbiyotga ko'rsatib bera olmaysiz. Ishonchlilik mezoni degan narsa bor-da ilmda. P-value deydi-ya yoki ana shu narsani biz 3 ta odam bilan isbotlay olmaymiz-ku. Bizga katta guruhda odam kerak. Endi bu isbotlanmaganlar, meni fikrimcha, o'z amaliyotidan, o'z praktikasidan yoki o'sha 4 ta masalan, bemorida shu natijani ko'rib qo'ydi-da, bo'ldi, shunga tayanib butun umrga davolab yuradiganlarni deb tushunaman-da. Lekin to'g'ri kelmaydi hamma. Yo'q-da, qanaqasiga? Uning uchun kamida menimcha 300, undan ko'proq 1000, 2000, 3000 undan ko'proq aholini yoki odamlarni o'rganish kerak. Masalan, isbotlanmagan deganim eski kitoblarni o'qisangiz, 300 yil, 400 yil, 500 yil, 1000 yil oldingi kitoblarni o'qisangiz, u yerda rostdan o'sha narsalar yozilgan. No, u yozildi degani bu to'g'ri degani emas, yoki hamma qiladi degan narsa ham bu to'g'ri degani emas. Mana YouTube'da chiqadi-ku, Ibn Sino bobomizda yozib ketganlar, Ibn Sino bobomiz Isbot sifatida. Bu mana shu isbot deb yozishadi. O'sha Ibn Sinoni yozganlarini biz hozir ham ishlatsak bo'ladimi? Hozirga ham amal qila olaylikmi? Men o'zim shaxsan nechta konferensiyaga borgan bo'lsam, birorta konferensiyada isbot sifatida Ibn Sinoni kitoblarida yozilgan deyishmaydi. Yoki siz ko'rganmisiz, Amerikaga bordingiz, ko'rmadim, shu narsani ko'rmaganman. katta konferensiyalarda bo'lgansiz. Ibn Sino bobomiz rostdan ham buyuk inson bo'lganlar. O'sha zamonda, ya'ni 10 asr oldingi paytda juda ham kuchli, zo'r hisoblanganlar. Lekin ularni yozib ketgan narsalari hozirgi zamonda ko'pisi hali isbotlanmagan va shuning uchun ham zamon uchun emasdan. o'sha zamon uchun emas. To'g'ri, menimcha ham o'sha zamon uchun emas, keyin hozir ko'ryapsiz-ku, kasalliklar kundan kunga nima o'zini kechuvi, sabablari bilan har xil turlanib ketyapti. Masalan, yangi gellar aniqlanyapti, yangi davo, diagnostika har kuni har yili, masalan, bizning gastroenterologiyada ham, meni ilmiy ishimdagi soha ham har 3 yilda yangilanadi. Umumiy yig'ilish qilinadi-da, shu 3 yil ichida qilingan narsani isbotlangan tibbiyotga tatbiq qilib shu kiritishadi. Shunga o'xshab meni fikrim, u bobomiz yetuk buyuk inson bo'lganlar, lekin o'z zamonasini nima deydi, talab nimalariga ko'ra mos kelgan. Demak, ular o'sha zamon uchun eng zo'r taktikalarini qilganlar, lekin u zamon o'tib ketdi. Oradan Ibn Sino bobomizdan qancha shifokorlar, qancha olimlar ularning ishlarini o'rgangan olimlar chiqib, ular yangi narsalar ixtiro qildi va o'shaning ustida boshqa yangi meditsina qurilgan va bu ma'lumotlar eskirib qolgan. Xuddi birinchi versiyasi, update уже ancha oldingi versiyada tasavvur qilgan. Уже eskirgan ma'lumot. Birinchi chiqqan telefonlar bor, masalan, Nokialar bilan hozirgi zamondagi masalan iPhone'da taqqoslaydigan bo'lsak, ancha farq bo'lgani kabi. Endi odamlar yangi iPhone chiqishi bilan sotib oladi, lekin hali ham Ibn Sino bobomizni anaqalariga qarab. Rostdan ham nega unaqasizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Aynan shu gap tegishli bo'lgan insonlar yangi iPhone'da chiqib olasizlar, yangi ma'lumotlar uchun, lekin eski ma'lumotlarda hali ham yashaysizlar, eski ma'lumotlar bilan birgalikda. Shu hayotda ham shuni tatbiq qilish kerak. Masalan, bittasi yaqinda aytdi, uzoqqa bormayman, o'zimda qarindoshim bolangga dumbani og'ziga solib qo'ygan. Shimsin dumbani. Bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Endi oldindan qilib kelishgan bu narsani. Shunaqa qilgan deyishadi. Men ozg'inman. Menga nima deyishadi? Sen shu bolaligingda dumba berishmaganda, berdirishmagan, dumba solib qo'ygan, hozir sen Baxtiyorga o'xshagan bo'larding deyishadi. Uni o'ylab qarasak, bu genda yozilgan, gen degani DNKda yozilgan, odamning qanaqa bo'lishi, qanaqa telosложениyaga ega bo'lishi hammasi yozilgan. Dumba uni qaytadan o'chirib, o'sha qismini qaytadan nukleotidlarni to'g'irlab chiqib, uni o'zgartirishda iloji yo'q deb hisoblayman. Bersa bo'ladi, albatta yo'q. Men qarshiman bu narsaga. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu juda xavfli. Xavflilik nuqtai nazari, xavflilik tomoni shundanki, birinchidan bolalar oshqozon ichak tizimi siznikidagi, menikidagi hali dvigatelda ishlamaydi ularda. O'zinglar ham bilasizlar.
ko'p anatomiya fiziologik funksiyalar xalq tilida aytadigan bo'lsak, hali u o'z faoliyatini to'liq zo'r bajarib 100% bajara olmayapti hali. Biz bu payt u hazm qila olmaydigan, o'zlashtira olmaydigan dumba yog'i, bir xilla bor yog'li yogurtlar berib qo'yar ekan, kattalar yeydigan yoki bolalar yeydigandek uglevodi juda ko'p. Ular bolani ahvolini og'irlashtiradi, oshqozon osti bezi faoliyatiga ta'sir qiladi, ichaklari, peristaltikasi hali ularda unaqa kuchli bizchalik aktiv ishlamaydi yoki mutanosib ishlamaydi-da. Shuning uchun bolaga dumma berishga men har doim qarshi bo'laman, bemorlar qabulga kelganda tushuntiraman. Nimaga? Chunki ferment hali zo'r aktiv emas yokida yaxshi ishlamaydi ichaklari, bolangiz oshqozon tayyor emas bu narsaga yoki kurashuvchanlik qobiliyati hali unchalik yaxshi emas ichak tomondan desam, hech ham bo'lmagan gap. Mani o'zimni qaynonam shunaqa katta bo'lgan ekanlar, xo'jayinim shunaqa katta bo'lgan ekan. Men aytibman, qayerdan bilasiz xo'jayingizda hozir oshqozon osti bezlari qanaqa ahvolda yoki keyinchalik nimaga olib kelgan? Uni ham aytaman sizga, tadqiqot qilish kerak. Ilmiy ish olib borsa chiqib kelsa kerak. Ko'rayotganlik yangi tadqiqot ideyasi studentlarga dumba yog'i yalagan bolalar Yig'inglar. Berilmagan bolalar bolalarni ustida tadqiqot o'tkazish. Keyin yana bitta xavfli tomoni ham bo'ldi uni. Adashmasam kimdir aytdi, ko'rib qoldim. Bolasini ovqat yemayotganligiga, ozib ketayotganligiga, suv ichmayotganligiga shikoyat bilan borishganda vrachni oldiga, o'shanaqa holatda vrach uni tekshirganda qizil o'ngachiga dumba yog'i tiqilib qolgan ekan. Va natijada o'sha bola ozib ketgan, bir necha kun shunaqa holatda yurgan, emmagan, narsa o'tmagan. Shunchalik katta bo'ladi berishganni. Ya'ni keyin shima uzilib tushganda keyin vrach savol berganda dumba yog'i berdingizmi desa, yo'q degan ekan. Keyin surishtirish natijasida qaynonasi rostdan ham nevarasiga bekitib bergan ekan o'sha narsani. Ya'ni uni topiga ko'ra berish kerak deb bilishmayman. Topiga ko'ra berish kerak. Lekin u og'ir asoratlarga olib kelishini bilishganda edi. Bilib bo'lmaydi, ko'zda kunda emas, kunda sinadi-ku. Agar shunaqa bolalar milliy markazida ishlaganimizda og'ir bolalar kelardi, shu oddiy mana shu dumbadan suvsizlanish og'ir darajaga ko'z bilan kelib, reanimatsiyaga tushib, qutqarib qolingani, qutqarib qolinmaganlari bor. Keyin sababini qidiramiz, shifokorlar bizni birovni genetik boshqa kasalliklar qidirganmizda tagida dumba yegan bo'lib chiqib kelgan. Ichi ketyapti. Biz infeksiyalarni qidiryapmiz, ko'rsangiz. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lganda. Endi mana qaynonalarga aytadigan bo'lsak, murojaat etsak, sizlar to'g'ri navaringlarga yomonlik xohlamaysiz, lekin navaringizda yoki o'sha farzandida qanaqa asoratlarga olib kelishini bilmaysiz. Og'irlashtirib qo'yishi yoki bolani butun umrga oshqozon ichak tizimini nogiron qilib qo'yishi mumkin, qo'pol qilib aytganda. Keyin ertaga hattoki oddiy narsalarni yeganda ham hazm qila olmay, qiynalib yurishiga to'g'ri keladi-da. To'g'ri. Ovqatiga to'xtaldik-ku. Shu bolalarning ovqati buni aytishyapti, hozir bolalarga suv 6 oygacha suv bermayapti deyishyapti. Masalan, men oldin bu narsani eshitmaganman. Yaqin orada eshitish boshladim va ba'zilar bu bilmayotgan. O'zi 6 oygacha suv bersa bo'ladimi bolaga? Yo'q, 6 oygacha bola suvga muhtoj emas. 6 oygacha bola ona ko'krak suti bilan emzilayotgan bo'lsa yoki hattoki sun'iy nima deydi? Infant formula deydi. Sun'iy aralashmalar bilan katta qilayotgan bo'lsa, uni tarkibi, ona sutini o'zini tarkibi bilasiz, 80-90% почти suv bemalol o'sha bolaning ehtiyojini qoplaydi. Qo'shimcha suv berib u chanqayapti. Yoz kunida ham hattoki kerak emas. Bu isbotlangan tibbiyotda ham hech qayerda kiritilmagan. Bolaga tavsiya qilmaymiz. Bermanglar deb aytamiz, lekin baribir berib kelishadi. U nima yomon taraf bor suv berish? Yomon tomon emas, lekin bu o'sha oddiy suv berish natijasida ham ortiqcha organizmda nima deydi, o'z organizmida keraklicha suvi bor, yana ortiqcha suv kirish natijasida bolalarda bilmaysiz-ku qaysi organida ertaga achoklar yoki ortiqcha shishlarga olib kelishi mumkin. Bo'lib ketsa, miyada. Miyaga ta'sir bo'ladi. Yoki bo'lmasam buyraklarga juda ham katta. Buyraklarda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki buyrakchasi hali kichkina 6 oygacha yaxshi yetilmagan, rivojlanmaganda, shundoq ham filtratsiya qilishga qiynaladi-da buyrak. Yana suv beradigan bo'lsa, filtratsiyasi qilishga yana ham nagruzka kuchayib ketadi. Smeslarga o'zi qanaqa qaraysiz? Smeslarni masalan hozirgi kunda juda ham urfga aylanib ketdi desak ham bo'ladi. Zo'rdan zo'r, masalan, kim zo'r, eng qimmat smesni berayotgan inson zo'r yoki bo'lmasam, yoki juda ham urfga kirib ketdi, raddomdan o'sha pediatr kelib, mana shu smesni olib kelib bering, boshlaymiz smesni deb qo'liga beradi. Nega olib kelishim kerak degan savolni
hech kim bermaydi. O'zi qachondan boshlash kerak, qachon boshlagan to'g'ri, o'zi smesni berish kerakmi yoki yo'qmi, ehtiyoj qanchalik katta, qimmati zo'r bo'ladimi rostdan ham? Bu mana shu og'riqli mavzuda haligacha bu necha yillardan beri davom etadigan masala, bilasizlar. Hamma o'zimizda ham kimdir ukalarimiz yoki o'zimiz ham smesda katta bo'lganlar bor. O'zi ona sutida, to есть ona tug'gandan keyin bilasizlar, sut kelishi o'sha tabiiy tuqqanlarda 3-kunga to'g'ri kelsa, ana kesal jarohat bilan tug'ilganda sal kechroq bo'lishi mumkin, lekin ungacha hammasi aqlli o'ylangan. Alloh tomonidan nima keladi? Maloziya keladi, kolostrum deymiz. Ana shu kolostrum O'g'iz suti deyiladi. Ha, og'iz suti. O'shani tarkibi kaloriyasi jihatdan uni hattoki 1 tomchisi, 2 tomchisi ham rosa to'yimli hisoblanadi, o'rganilgan olimlar tomonidan. Bizanikilar to'ymayapti deydi-da, nima tavsiya qiladi? Aralashmalar. O'sha sun'iy sutlarni tavsiya qiladi. Raddomdan birinchi bu ozgina yana aytaman, hozirgi kunda kelib bu sal yaxshilandi. Toshkent shaharda tavsiya qilish bo'lsak, oyliklarni kesish nimasini tavsiya. Hozir masalan kim agar sizga farzandli bo'lsangiz, smes tavsiya qilsa, uni oyliklari yoki qanaqadir jarimalar bilan sal nima qilishdi-da. Buni biznes qilish. Oldin biznesida. Onalarni sut kelmasligini bilmasa, fiziologik jarayonni kutmasdan tezroq chora bilan bolani tishlatish yo'li bo'lganda bu. Tushunasizmi? Ozgina marketing. Demak, onalar bunga ishonish sababi ham shu bilmasligidan. Albatta bilmasligidan. Mana shu o'zi homilador bo'lgungacha ham, qizlar turmushga chiqqungacha tayyorlash bosqichi, mana shu qizlarni mana shu tomondan tibbiy ma'lumotini oshirish kerak-da bizda. Chunki albatta u hali bola ko'rmagan, birinchi marta farzandli bo'ldi. Bu hali uning uchun yangi narsa va bola chinqirab yig'lashi sababi faqat ochlikdan bo'lmaydi-ku. Kolika, hali adaptatsiya, bu stress, yorug'lik, bu ona qornida qorong'ida bo'lgan, ona yuragi tovushlar eshitib jim yotgan bola birdan yorug'likka chiqdi, stress, yig'laydi, boshqalar. Bizada o'shani hamshiralar yoki shu tug'ruqxonalarda shifokorlar bolang tinchlanmayapti, qorni och, davay smes bersang tinchlanadi, tinch uxlaydi deb aytishadi. Lekin o'sha fiziologik mana shu sut kelgungacha bo'lgan davr ham, sut kelgandan keyingi davrda boqish, emizish, bolani to'yishi hammasi ketma-ketga to'g'ri bo'ladi, sabr kerak. Tibbiy madaniyat yoki tibbiy bilim ko'nikmalar kamroqligi uchun deb o'ylayman. Oson ishonadi yana. Demak, tug'ruqxonada mana onalar tug'ishadi. Tug'gandan keyin sut kelishiga 2-3 kun ketadi. Hamma har xil 2-3 kun ketadi. 2-3 kungacha kam sut keladi. Sut kelish kam bo'ladi. Demak, shu vaziyatdan foydalangan holda ona bilmasligani uchun, bu yoshligi ba'zilar yosh bo'lgani uchun o'sha shifoxonadagi raddomdagi ishchilar undan foydalanishyaptimi shunda, undan foydalanib, bu hozir emizmasang bolang tinchlanmaydi, bolang qorni to'ymayapti, mana ozgina suting yetmaydi, shuning uchun sen smes olishing kerak deb, demak, biznes qilishyapti. Foydalanish ham mayli, o'zini ham tinchligida. Butun bo'lim yig'i, sig'i yoki ovoz ko'tarilganda endi bilasiz, baribir u ishdagilar charchaydi. U ham oson emas, stress bo'lgandan ham marketing va biznes. Keyin bilsangiz, oldindan o'zi masalan qaysidir raddom faqat bitta turdagi smes taklif qilardi, boshqa raddom yana boshqa turdagi smes. Hammaga mana har xil bolalar qanaqa mamashi yoki onasi qanaqa, farzand nima bilan tug'ildi, qanaqa mana bir xil firma yoki nimani smes ishlatilardi-da. Lekin u narsalarni hozir ancha butda Toshkent shaharida yo'q qilinish nimasini ko'rdik, xursand bo'ldik bundan. Lekin menga viloyatli bemorlar aytishyapti, yo'q, Zilol opa, bizda hali ham shunaqa, mana bu firmani smesini ichsang, bolang zo'r o'sadi, tinchlanadi, maza qilib uxlaysan. Bo'lmasa mana shu yig'lashi davom etadi, qiynalasan. Nima qilasan azoblanib? Smes ber. berib qo'yishadi. Nima qilasan? Yoki o'sha yosh onalarni nima deydi, o'zi ham stressga tushib qoladi-ku, qo'rqoq, boshqa yoki nima qilishi bilmaydi, hattoki ming tushuntirsangiz ham nima o'zini tinchlantirish yo'li ham shundan topishadi-da ba'zi holatlarda. Lekin bizning vazifamiz shifokor sifatida ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirishimiz kerak. Lekin smesni ichadigan vaziyatlari ham bor. Qachon shu, mana Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumoti bo'yicha 6 oygacha, 6 oylikgacha faqat ona suti. Lekin mana
ona suti yo'q deydi bir xil ayol, ona suti kelmayapti, kam suti nima qilay desangiz, manga ham 20 yil oldin ham manga ham o'sha sut berishgan, sms berishgan deyishadi, sanga sms bergan deyishadi. Shu balkim Baxtiyorga o'xshab baqlatmaslik sabab sms berishgan. Yo'q, smsda navara zo'r semirasiz desa Navara zo'r bola. hazil. Ona suti zo'r deyishadi. Rostdan manga lekin sms berishmagan. Ayam ham ko'rib turgan bo'lsalar, yozib yuboring kommentariyada. Rahmat deng. Va bolasiga sms beradigan onalar, sizlar ham yozinglar, atomda sizlarga ham sms olib keling deyishganmi yoki yo'q, yoki qachondan boshlagansizlar? Bizlar uchun ham qiziq. Qaysi raddom, qaysi firmani aytishgan. Qaysi raddom, qaysi viloyat yoki shahar, shunaqa bo'lsa qiziqroq bo'lardi. Rahmat. O'zi iloji bormi 6 oygacha ham? Bu ani nerealniy ishmi? Shu 6 oygacha ham bolasini faqat sut bilan emamiz, juda kamyob nerealniy ish. Chunki 20 yil oldin bo'lgan ekanda shu muammo, hozir paydo bo'lgan muammo emas. Aytmoqchisiz-ku o'sha 6 oydan voqli qo'shimchalarni aytmoqchimisiz yo sms berishmi? Masalan, sut kam kelyapti menda, sut yetmayapti, bolam to'ymayapti, ko'p yig'layapti, ves olmayapti deydi-da. Men ishtaham yo'q, kamroq ovqat yeyapman. O'zi rostdan ovqat qanchalik ko'p yeyish sutni ko'p kelishiga olib keladimi yo'qmi? To'g'ri proporsionalmi bir-biriga? O'zi avval shuni aytsangiz, agar rostdan onalarda kam yeyish oqibatida kam kelayotgan bo'lsa, sms qo'yish kerakmi yoki yo'qmi? Agar hozir mana shu aytayotgan gapingiz to'g'ri bo'lganda edi, urush davrida emizikli onalar qanaqa bolasini emizib katta qilgan? Mana o'zingiz logika o'ylashimiz kerak-da. Albatta, yo'q. O'sha bosh xalqimizda shu narsa bor, ko'p yesang, yog'li yesang, suting yog'li bo'ladi, kaloriyniy bo'ladi, ko'payadi deyshadi-ku. Albatta, to'g'ri ovqatlanish, vaqtida ovqatlanish bu to'g'ri, lekin ona sutini ko'pligi faqat ovqatga bog'liq emas. Bu gormonal, o'zi o'sha nima deydi, ona bola tug'ilgandan keyin maxsus shu gormon ishlab chiqilishi boshladi, start ketdi, laktatsiya jarayoni boshlanadi, naborot, bola qancha emgan sari sut ko'payadi. Bola emgan sari sut ko'payadi. Ko'p ona yegan sari sut ko'paymaydi. Shu narsani men esimdan chiqmaydi. O'sha yozda Amerikada borganimizda bir ayol shunaqa shikoyat bilan kelganda, sutim kam, yo'q, undoq deganda o'sha aytib berganlar-da professor. Nega unda oldingi paytda qiyinchilik, ocharchilik zamonida bo'lganlar onasi emizgan-ku, suti bo'lgan-ku, ovqati zo'r bo'lmagan, ovqati bo'lmagan, katta bo'ldi-ku bolalari. Bizda ham shunaqa qiyinchiliklar bo'lib o'tganiga haqiqatdan men ham o'yladim-da. Rostdan ham ketardi. Baribir biz mana ko'rdingiz, o'zimiz shifokor bo'lsak ham ba'zida o'zimiz shunga anaqa qilamiz-ku, o'rgansak ham, bilsak ham, o'qisak, izlasak, lekin mana shu xalqimiz orasida bor. Yo'q, emizish kerak, emizgan sari sut keladi. Va yana bir narsa, bolam to'ymayapti degan narsa bu nisbiy. Siz uni to'ymayotgan onani gapiga ishonmasligimiz kerak-da. Ya'ni onaga o'rgatishimiz kerak. Qachon to'ygan yoki to'ymagan, bola yig'lash sababi faqat ochlikdan bo'lmaydi-ku. Bolada gazlar, kolika asosan 90% hollarda chaqaloqlarda 6 oygacha bo'lgan holatlarda, ko'pincha avj olgan payti 4 oy, 5 oygacha kolikalar bo'ladi. Kolika, gaz yig'ilishi ularni bezovta qiladi, boshqa qiladi. Shuning uchun u narsalarni tushuntirish kerak. O'sha onalarga sut yetmay qoladigan vaziyat bo'lmaydi. Endi agar onalarda tibbiy ko'rsatma yoki onada og'ir holat, yuqumli ba'zi kasalliklar bo'lsa, aniqlangan bo'lsa, emizish qat'iyan nima deydi, taqiqlangan bo'lsa, iloji yo'q. Unaqa holatlarda smeslar yoki shu aralashmalar tavsiya qilinadi. Endi u ham faqat oxirgi chora sifatida. Duch kelganga semirish uchun, moda uchun, hozir bilasizlar-ku, bizda O'zbekistonda menimcha moda tendensiya ketyapti echki suti. Ko'zi moloko bilan shunaqa smeslar berish. Echkini bolasiga o'zi. U zo'r semirtiradi, u kaloriyasi zo'r deyshadi, lekin bu narsa xato. Masalan, sizni bolangizga o'sha aynan echki sutidagi kazein tushmasligi mumkin. Yoki o'sha kimdir bolasiga aynan shu echki suti og'irlik qilishi mumkin. Kolikalar og'irroq o'tishi mumkin. Shuning uchun uni kerakli joyi bor, tavsiya qiladigan joyi bor, o'sha tibbiy ko'rsatmalari bor. Shifokor maslahati bilan qilish tavsiya qilamiz har doim. Smeslar hammaga kerak narsa emas, juda исключение narsa ekan-da. Kamdan kam hollarda smsga murojaat qilinar ekan, lekin ko'p 90% holatda sms kerak bo'lmaydi tabiiy. To'ppa-to'g'ri. Agar to'g'ri emizsa, to'g'ri emizsa, to'g'ri. Yana bilasizmi, Ziyodulla, maktabda narsa aytmoqchi edim. Laktatsiyaga уже bizda gastroenterologiyada yaqinda vebinar bo'ldi. Aynan laktatsiyani zo'r, ona sutini yaxshi, kaloriyni yoki ona sutini nima deydi, yoki mana shu laktatsiya jarayoni chiroyli o'tishiga 6 oy zo'r bola yaxshi ves olishi, kerakli mikronutriyentlarni olishi, bilasizmi nimaga bog'liqligini isbotlashyapti hozir? Juda katta izlanish ketyapti. Tinchlik, emotsional
поддержка, nima deydi, qo'llab-quvvatlash. Tekshirishibdi onalar, masalan, 50 ta ona emiziklik, hayoti chiroyli, eri turmush o'rtog'i qo'llab-quvvatlab bolaga qarashyapti, hamma ishlarni yig'ishtirib, o'sha onaniga tinchlik, osoyishtalik yaratib beryapti. O'sha e'tibor, rag'batlantirishlar bo'layotgan onalar va boshqa guruh onalar turmush o'rtog'i ishda, ona charchayapti, bola bilan stressda, depressiyada, ovqat vaqtida yemagan, asabiylashgan, o'ziga qaramagan yoki sport bilan shug'ullanmagan bu yoqdagi onalar hamma narsani eplayapti, bu yoqda bunaqa vaziyat. Aynan mana shurada laktatsiyada gipoliktatsiya, sut yo'qolishlari yoki bolada xotirjamlik yo'qligi, sut tarkibi o'zgarishlarini aniqlashyapti. Ko'rdingizmi? Oddiy, nima deydi, qo'llab-quvvatlash onani. Laktatsiya mana shu aynan o'zi birinchi tug'ilganda 1 oy yoki 40 kun etadi, o'sha bizada esipiganda etadi. Bola bilan onani tinch qo'y. Chilla-yu bizada ham. Bizada ham chilla hatto. 40 kun tegma. Ikkalasi bir-biriga o'rgansin, yaxshi sut kelsin, bola yaxshi o'sha nima ona sutini ham katta bo'lsa, o'rgansin bir-biriga, xotirjamlik his qilsin. Agar bola o'zida komfort, xotirjamlik sezsa, o'sib rivojlanishda ham yaxshi ko'rsatkichlar bo'lar ekanda. Shuning uchun hozir qarang, yevropaliklar aytyapti. Bizada o'z oldindan bor chilla. Yevropaliklar mana aytyapti. 40 kun 40 days ona bolaga tegma. Don't touch, tegma. Demak, bizani o'zi ota-bobolarimiz azaldan shu narsani bilishgan. Uni ilmda isbotlashyapti-da. Sababini bilmasa ham, lekin shu ko'rib turib, nima bo'layotganiga qarab 40 kun tegmalaring shunga tinch qo'y. O'zi chilla qanaqa bo'lishi kerak? Chilla bizga yetishadi, uydan chiqmasligi kerak. Yo'q. Degan, men o'ylayman, o'zi haqiqiy chilla prosta ona uyda o'tiradi, xonada, hech kim uni bezovta qilmaydi, uy ishlari boshqalagan minimal qarab. Shu mana shu haqiqiy chilla. Haqiqiy chilla bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tajribada xonadan ham chiqmaydi. Uni hech kim bezovta qilmasligi kerak chillada. O'zi boshqa chillalarda ham shunaqa eshitganman. Lekin ko'chaga chiqishi mumkin deng, chunki bemorlar kelyapti, bu yerda bolangiz sayr qildiryapsizmi, kuniga qancha olib yurasiz, kalaskada oylantiryapsizmi, boshqa hisob. Oyijon mumkin emas dedilar. 40 kun chiqsak ko'z tegayotgan, bolam og'irlashib qolar ekan deganlar bor-da. Hozirgi kunda praktikamizda uchrayapti-da. Chillani asl maqsadini aytsangiz bo'lar ekan. Endi o'zi asl maqsadi nima? O'sha xonadan hammasini tushuntirib beramiz. Chillani asl maqsadi bu naborot o'sha ko'chaga chiqmaslik, qamab qo'yish, bitta xonada dimiqtirib o'tirish yoki kislorod tanqislikga olib borib bolani qiynash emas. Prosta chilla bu onaga ortiqcha tashvishlarni bo'yniga solmasdan, bola bilan ona yolg'iz qolishiga, bir-biriga o'rganishiga, bir-biriga haligi o'sha nima deydi? Adaptatsiya. Bilasizmi, bolalarda eng qiyin kechadigan narsa ham o'zi tashqi muhitda adaptatsiyada bizani oshqozon ichi tizimida ichak adaptatsiyasida. Shu ichak adaptatsiyasi o'zi bolada bu stress, yana aytaman, tabiiy tug'ilganlarda bu sal ichak adaptatsiyasi zo'rroq, yengilroq kechadi. Kesar jarrohliklarda bilasiz, o'sha tug'ruq yo'ldan o'zi ichaklovchi kerakli mikrofloralarni olmagani uchun bularda sal qiyinroq kechadi. O'zi shu proses bor, tabiatan bor narsa-da. Biz uni yana bolada o'sha nima deydi, emotsional yaqinlikka, ona bilan yolg'iz qolishi, onani his-iforini yana undan nima deydi, tortib olamiz, bu yana ham qiyinlashadi-da. Ko'p muammolarga olib kelishini ko'rganmiz. Men hayron bo'layotgan narsam, shu vebinarni eshitib o'tirganda, yomon alam qildi-da, bizada shu eski Ibn Sino paytdan bu narsalar bo'lgan yoki bizada shu narsalar haqida ma'lumotlar bor-ku. Buni chet elliklar fan bilan isbotlab qo'ydi, pechat qilib, biz hali ham uni boshqacha talqinda olib borayotganimiz alam qildi-da. Ya'ni gapdan gap, og'izdan og'izga o'tguncha bu edit bo'lib kelganda, ya'ni o'zgarib xalq og'izdan og'izga o'tib. Haqiqiy sababi esdan chiqib ketgan. Faqat uydan chiqmaslik degan ma'no qolgan, lekin uni haqiqiy ma'nosi o'zi esdan chiqib Uy supur, ovqat pishir, xo'jayiningga qara. Vaholanki o'zi u agar shu cho'miltirma, tirnog'ini olma degan narsalar. Ketgan sababi ham shudir balkim, qo'llikka narkotik ketgan sabab shu chillani to'g'ri qilmayapti, yoki shu o'z aytganingizdagi shu oshqozon ichi sistemasi to'g'ri qurilmayapti. Boshida o'shaning uchun balkim qo'lliklar, qorindan bo'lish ko'payib ketgan. Keyin qo'llikdan keyin men xil dard, panisaga bor, qorin og'ridi, haqiqatda muammolar ko'payadi. Hozir mana keyin sizlarga yana aytmoqchiman, tibbiyot, bizlar gastroenterologiya, bolalar gastroenterologiya sohasida o'zi aslida isbotlangan neyrogastroenterologiya bor, yo'q emas. Lekin neyrogastroenterologiyani kichik bir guruh olimlar o'sha neyro yallig'lanish, ichak yallig'lanish degan isbotlanmagan joyini olib praktikada yuzaga chiqarib yuborganda, endi buni bizani hozir O'zbekistonda ko'p shifokor, aynan shu integrativ yo'nalishdagi ko'p shifokorlarimiz neyrovaspoliniya deb hamma narsani bolani ichiga burib qo'yayotgan vaziyatlar ham bor.
aytmoqchimanki, lekin bu bilan buni farqlab olishimiz kerakda. Haqiqatda to'g'ri, miya, ichak aksis deymiz, nima deydi o'zbek tilida? Yo'li bor. Bu impulslar, neyronlar harakati davomida albatta bu Vagus nerv degani bor. ko'p interaction aloqalar bo'ladi. To'g'ri, ichakka bog'liq joyi bor. Lekin bu degani bolada hozir moda bo'layotgan autizmga ham ichak aybdor yoki o'sha nutq rivojlanish buzilishlari deydimi, nima? Butun boshli kasallikni paydo bo'lishiga sabab bu ichaklar deb hozir ko'pchilik chiqadi. Ichakni yuvamiz, tozalaymiz, sizda hamma kasallik xalos qilamiz deyotganlar ham juda ham ko'p. Shuni gapirganim sababi o'sha narsaga urg'u berib ketadigan ichak adaptatsiyasi bo'lishi kerak emas. Unaqa ma'noda emas. O'sha aytyapman, lekin neyrogastroenterologiya isbotlangan tibbiyotda nimani isbotlayapti? U ko'proq boladagi o'sha emotsional holatlar, oiladagi bolaga nisbatan bo'layotgan e'tibor, muhit yoki rag'batlantirishlar yoki haddan tashqari e'tibor yoki umuman e'tibor bermay qolingan bolalar, ko'krak bilan emizilmayotgan yoki ko'krak ustida katta bo'layotgan taqqoslama, nima deydi, yutuqlari va kamchiliklar har qayerda isbotlanayotganini ko'rsatib boryapti-da. Yoki funksional buzilishlar deymiz. Mana shuni har qayerda tibbiyotda o'rganishni chorlaydigan yo'nalish bu. U ichakka hamma narsaga ayblash yo'nalishi emas. Neyrovaskulariya degan narsa isbotlangan tibbiyotda yo'q. U neyrogastroenterologiya bu boshqa. O'zi juda ham ko'pchilik so'raydi, aytadi, shikoyat qiladi onalar. Onani birinchi 2-3 oyligida eng katta dardi bu bolani yig'isi va u yig'isini asosiy sababi bu ko'pgina holatlarda ayta olamiz 60-70% holatda bu kolikalar, ya'ni ichaklardagi og'riqlar. O'zi og'riq nimadan kelib chiqadi? Nima uchun unaqa bola yig'laydi va bunaqa holatda qanaqa dori ichish kerak? Bizning xalqimiz dori ichishni juda ham yaxshi ko'radi. Yoki dori ichish shart bo'lmasa qanaqa tabiiy yo'llari bor? Kolikalar Baxtiyor hozir ma'lumotlar lekin 50-60 emas, 90% ham ko'rsatyapti. Kolika butun bezovtaligini, yig'lashini o'sha bizadagi Evropskiy assotsiatsiyani nimasida eritishdi, 90% dan ham ko'prog'ida uchrayapti bolalarda. Lekin uni biza o'sha normada bo'lib o'tadigan holatligini tushuntira olishimiz kerakda. Yana o'sha aytaman, yana anatomiya, fiziologiya, ya'ni endi biz xalq tilida aytadigan bo'lsak, bola tug'ilgandan keyin aytganimdek boya qaytarib aytaman, ichak tashqi muhitga tushdi, bolada stress, boshqa narsa va ichaklar hali faoliyati to'liq tiklanmagan, qisqarish, bo'shashlar, ya'ni peristaltika faoliyati sust, gaz chiqara olish, nima deydi, gaz chiqara olish faoliyati hali to'liq shakllanmaganligi uchun ham ularda ichaklarda ko'p gaz yig'ilib qoladi. Endi biz bu jarayonni kasallik emasligini o'rgatishimiz kerak. Bu bo'lib o'tishi kerak bo'lgan bosqich. Kolikada biz asosan nimaga qo'rqadi ota-onalar? To'xtamasdan yig'laydi bola. Chirillab yig'lab qoladi, boshqa qiladi. Asosan ko'pincha kunni kechki qismiga yaqin kuchayib boradi. Lekin uxlayotgan paytda-da. Lekin bu o'sha bolani ayniqsa 3-4 oygacha bezovta qilishini, chunki bu ichaklari hali to'liq yaxshi ishlay olmayotganligini, bu vaqtinchalik holatligini tushuntira olishimiz kerak va kolikalarda oddiy uy sharoitida qilishimiz mumkin bo'lgan narsalar oqshovqin, musiqa, har xil tovushlar qo'yib yoki bilasizlar, ona yuragi urishiga o'xshagan yoki qorin ichidagi shovqinni beruvchi fen ovozlari, turli xil narsalar bilan ham tinchlantirsak bo'ladi. Bolani ba'zida o'sha qorin soz strelkasi bo'yicha massaj qilsak ham bo'ladi. Oddiy choralar bilan bemalol yordam bersak bo'ladi. Albatta dori berish kerak emas. Lekin kolikalarni hozir mana ko'pincha statistik ma'lumotlarga qaraganda kolikalarni ko'p 50% dan ko'pi boshqa shifokorlarga murojaat bilan boryapti. Ya'ni nevrologga. Boshidagi muammo sababli emasmikin? Yoki bolamni o'zida qanaqadir boshqa kasallik yo'q, ichaklari yalg'lanishi degan tushuncha bo'lib ketganda kolika. Soppa-sop boladan kasal qidirishyapti, hamma qilib borishyapti.
qarang, o'zingiz o'ylang, bola endi tug'ildi, hali unga o'sha ichaklari siznikidek motorda ishlab ketish uchun vaqt kerak. Siz tug'ilganingizda ham ichangiz unaqa bo'lmagan. Ana shu 3-4 oy ichida bolani ichaklari maksimum gaz yig'ib hayda olmay qoladi. Bu holat normada bo'lib o'tishini tushuntirishimiz kerak qayta. Bu narsaga dori berib yo'q qilib qo'ya olmaysiz yokida yengillashtirishingiz mumkin va bitta narsani tushuntirishingiz kerak. O'sha yana aytaman, Espaganda aytadi, onalarga bu jarayon vaqtinchalik, butun umrga emas. Bundan o'tib olsangiz, chidasangiz, bo'ldi. Ozgina shu ma'lum vaqt chidab tursangiz, bu narsa o'tib ketadi. O'sha payt bolangizni turli xil shifokorlarga olib borib, turli xil dorilar berib, bolangizda yo'q narsani paydo qilmang degan tavsiya hozir yuqori o'rinni egallayapti. Shuning uchun bizada ham hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, nimaga nevrologlarda kasal ko'p deb o'ylaysiz O'zbekistonda? Kolikalar boradi hammasi. Shu mana bu aytaman, rostdan ham tarixga qaytdik-ku, oldingi zamonda buni hammani bansiga borish imkoniyati bo'lmagan, har qadamda apteka bo'lmagan, har qadamda shaxsiy klinika bo'lmaganda, lekin bolalar qanaqadir o'sgan, ularda ham ancha ko'lik bo'lgan bo'lsa kerak. O'shani aytaman-da. Ular ham ko'lik doktorga bormagan bolalar ham katta bo'lgan. E'tibor ham berishmagan, menimcha. Anavi aytishadi-ku, qaysidir kitobda eng kichkina bolasiga hatto qarashmagan, 10-11 bolasiga kattalar qaragan. Keyin o'sha kattalari ism ham qo'yilmagan deyishadi. Qaysidir yozuvchimiz shunaqa deydi. Misol ismlar ekan, ism ham qo'yishga ham e'tibor berishadi. Kolika nimaligini даже o'ylashga e'tibor bermaydi. Kolika hozir bunaqa kasallik, men o'ylayman, siz uchun ko'p informatsiya, siz uchun ko'p vahima bo'lib ketgan, ota-onalar juda ko'p vahima qilib yurishyapti. Bolasi soppa-sop bo'lsa ham kasal qidirib, battar bo'lib ketyapti. Yo'q kasal topib, ustiga yo'q kasal qidirgandan keyin haqiqatda kasallik chiqib kelyapti. Shuni aytaman, qarang, kolika degani bu qanaqadir natrop dori, fenobarbital, gormon bergin degani emas. Hozir hamma kelyapti, deksametazon berib tashlashga. Oddiy kolika, boladan tekshirsangiz umuman boshqa kasallik belgisi yo'q. Soppa-sop bola bechara deksametazonda. Soppa-sop bola fenobarbitalda. Soppa-sop bola qanaqadir kuchli antidepressantlarda. Chaqaloq tasavvur qiling. U bolaning kelajagi nima bo'lishini men hattoki o'ylashga qo'rqaman-da. Shuning uchun kolika mavzusi, yana qayta aytaman, bu bo'lib o'tadigan vaziyat. Ozgina 3-4 oy sabr qilsangiz, bo'ldi. U yog'iga yengil bo'ladi, faqat yaxshi bo'lsa bo'ladiki, yomon nimaga olib bormaydi. Ortiqcha tibbiy aralashuv. Tibbiy aralashuv kerak emas. Shifokor nazoratiga bir borib qo'yishingiz kerak xotirjamlik uchun, atak borib davolagin, dori bergin degani emas. Shunaqa paytda nima qilish kerak? Shifokorlar mana onalar kelyapti, unga qaysi shifokor aytdi, bolangga bu qilamiz, u kolikasi, bu yomon narsa, bunaqa. Hamma shifokorlar har xil. Kimdir ular o'zidan o'zi bolamga dori qilay demaydi, u ham ortiqcha rasxod, ortiqcha qo'rquv, o'zidan o'zi qilmayapti ular. Shifokorlar aytadi. Shifokorlar shunaqa deb turgan paytda ota-onalar nima qilish kerak? Hozirgi kunda bilasizmi, men juda ham xursand bo'layotganim, ko'p ota-onalar o'qishni boshlagan, solishtirishni boshlagan ma'lumotlarni, lekin afsuski bor ota-onalar shifokor, to'g'ri, ularda ham ayb nima? Shifokor aytganini qiladi. Lekin men maslahat bergan bo'lardim ota-onalarga. Bitta shifokordan chiqdingiz, tavsiya oldingizmi, uni o'qing, adabiyotlarga solishtiring. ChatGPT o'ldim deganda ChatGPT hech bo'lmaganda. Chunki hattoki o'sha ChatGPT ham sizga ilmiy isbotlangan ma'lumotlarni tortib olib beradi. Solishtiring, o'qing. Oldin mana shu kolikani normaligini tushuntirganimizda-chi, hech esimdan chiqmaydi. 2 yil oldin ham, hattoki 3 yil oldin deylik, mengacha ota-onam jinnimisan degandek qarab turardi. Menga bu vrach yoqmadi. Chiqardi boshqa hamkasblar. Dori beradigan vrach. Shikoyatlar ham ustimdan ko'p bo'lgan. Shu dori yozmadi degan shikoyatlar ko'p bo'lganda, men o'zimda shunaqa narsa bo'lgan. Lekin uni hozirgi kunga men ayta olaman, 25-26 da xursandman, 24 da ham ota-onalar tushunishni boshladi. Bu quvvatni izlanyapti-da. Voy, rahmat. O'zi men xursand bo'layotgani bora sekin-sekin tushunishni boshlashdi shu narsani normaligini, unga dori bermaslik kerakligini, vaqtinchalik jarayonligini, o'z ustida ishlaydigan ota-onalar ko'payganini ko'rib. O'lishini yosh avlodmi? Yosh avlodlarmi? Yoki shu eski avlodlar ham o'sha 40. Yo'q, eskilar ham bor orasida. Bor. Chunki ular hech bo'lmaganda ChatGPT o'qishyapti. Men o'zim ham tavsiya beraman, ba'zida o'qing, hech bo'lmasa ChatGPTga bering, shuni komanda qilib sizga tortib olsam, yo'z Lola, men ingliz tili bilaman, maqola o'qiyman,
qaradim deydi. Bir xil ota-onalar bor. Yo, mani jiyanim o'zi institutda o'qiydi, undan so'rasam, u ham maqolalarni olib berib, shunaqa dedi deb nima bir-biridan eshitadigan nima ham xos bilasiz-ku sarafonniy radio. To shifokorni ham bir-biridan eshitib keladi, yaxshi xabarlarni ham, isbotlangan nimani ham Ya'ni shunaqa. bitta shifokorga borib, uni gapiga ishonib qolish kerak emas. Yo'q. Hozirgi zamonda Izlanish kerak. boshqa shifokor ikkinchi fikr uchun ham borish kerak. Ikkinchi fikr. Hattoki, qarang, Ziyodulla, Amerikada ham ikkinchi fikr, uchinchi fikrga ham yurishar ekan. Hatto o'sha rivojlangan Hatto rivojlangan, isbotlangan tibbiyotda ishlaydigan juda kuchli mutaxassislar qurshovida bo'lgan bemorlar ikkinchi fikr uchun o'sha boshqa professor, boshqa shifokorlarga qabuliga borganini ko'rib og'zim ochildida, desam, yo'q, baribir qiziq-ku. Bular bilishi kerak-ku, tagiga yetish kerak-ku. Shuning uchun men o'ylaymanki, biz ham O'zbekistonda ham 2-3 ta shifokor fikrini bilib qo'ygan zarar qilmaydi. Ich qotishda bolalarda judayam jiddiy menimcha bu bolamda ichi 4-5 kundan beri kelmayapti. Endi tug'ilgan chaqaloq bo'lmasam yoki bo'lmasam 1 oyligida 3 kundan keyin 4 kundan keyin kelmayapti. O'zi qabziyat bolalarda ich qotishi o'zi qancha muddat bo'lishi bu normal yoki ich qotgandan keyin qanaqa tabiiy usullar bor? Ona ichishi kerak, qabul qilishi kerak bo'lgan yoki bo'lmasam bola qabul qilishi kerak bo'lgan. Shu haqida ham bitta gaplashsangiz zo'r bo'lardi. Ota-onalarga Kulminatsion nuqtaga yetib keldik. shu bolasini ichidan chiqqan o'sha qanaqadir pampersida ko'radigan narsa eng qiziq narsa. Ko'radi, rasmini oladi, doktorga tashlaydi. Doktorlarga so'rasam, men galereyani to'lib ketgan Manda ham shunaqa. Mani ham galereyam to'la. Ich qotish bu eng zo'r mavzu. Baxtiyor o'zi ko'tardilar. Ich qotish mavzusini gapirsak, menimcha 2 soatdan ham ko'p gapirsam bo'ladi u narsani, chunki hamda bir leksiya o'qiganimda ham ich qotish chegarasi kirib ketdik-da, hamma savol beryapti. O'zi aslida ich qotish keling, to'g'ri nimasini bilib olaylik. Qachon o'zi ich qotish? Chaqaloqlarda, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda ichi 5 kun, 7 kun ham kelmasligi mumkin. Bir hafta ham kelmay yurgan chaqaloqlar bor. Bu chaqaloqlarda haqiqiy butun umrga ketadigan ich qotish emas. Bu shunchaki yana o'sha ba'zi bir bolalar, ba'zi chaqaloqlarimizni o'ziga xos, ichaklariga xos bo'lgan anatomofiziologik xususiyatlari. Bu ham vaqtinchalik yoki ma'lum vaqtgacha-da. Endi kattaroq yoshdagi bolalar yoki mana masalan 1 yoshdan oshgan, 1 yoshgacha ko'p bunaqa vaziyatlar bo'ladi. Yana aytganimdek, ichak adaptatsiyasi bo'lgani uchun 3-4 kun, 5 kunlab kelmay qoladigan bolalar bor. Lekin qarang, haqiqiy tavsiya o'sha qoidada haftada bolalarda haftasiga 2 marotaba va undan kam ich kelsa, bu qabziyat hisoblanadi. Endi qabziyatni yana aytaman, chaqaloqlarga gapirganda boyaga aytganimdek boshqa holat, katta bolalarda boshqacha. Lekin o'sha SPGanda Yevropeyskiy o'sha nima bor, jamiyat gastroenterologiyada eng isbotlangan ma'lumotlar hammasini amaliyotga tatbiq qilib kelyapti. Hozirgi kunda ular hattoki juda kuchli reytingli jurnallarda o'z nimasini ham berib kelyapti. Ich qotishda biz har doim bolani holati, klinik holatiga ahamiyat berishimiz kerak. Hozir siz aytyapsiz, Ziyodulla, haqiqatda juda moda bo'lgan onalar faqat pampers, axlatni rangi, analiz javobiga qarab baholashyapti. SPGanda nima deb aytadi? Bolangni faqatgina axlatini rangi, endi ma'lum kasalliklar bor, to'g'ri, u haqida keyin aytamiz. Axlatini rangi, laboratoriya ko'rsatkichlari, axlat analiziga qarab davolab tashamagin. Bolangni umumiy holatiga qara. Terida suvsizlanish, holsizlik, ishtahasizlik, ovqatdan bosh tortish, yig'lash, tinmasdan bezovtaligi bo'lmasa, axlatida qon bo'lmasa, bolang sog', tinch qo'y. Hattoki 3-4 kun kelmayotgan bo'lsa. Mana qachon keladi? Biza kasallikni emas, insonlarni davolashimiz kerak-da. Shunaqa. Ya'ni bola yaxshi bo'lsa, sog' bo'lsa, ichi qotib qolishi katta muammo emas. Yo'q. Ko'rinishi yaxshi bo'lsa, yig'lamayapti, yaxshi yig'lasa ham juda vahma qilib yig'lamayapti. Demak, bu normal. O'shaning uchun bolang holati birinchi o'rinda turadi. Bolang holati birinchi o'rinda turadi. Aktivligi, ishtahasi yaxshiligi. Endi ich qotish ham biz bilamiz, o'sha funksional, ya'ni ichaklarni ma'lum vaqtda, ma'lum bir faktorli yoki ichaklarini anatomik-fiziologik xususiyatiga ko'ra qotib kelmay qolishi bor, funksional qabziyat bor. Organik bor, kasalliklar o'zinglar ham bilasizlar, har xil kasalliklar tufayli qotishi, uni albatta farqlab olishni ota-onalar emas, shifokorlar hal qiladi. Davola masalasiga kelsak, boya Baxtiyor aytib o'tdilar. Birinchi avvalambor oddiy narsalardan boshlashimiz kerak. Ya'ni bola yetarlicha, masalan, katta yoshdagi bola bo'lsa, suv ichayaptimi yoki emizilish, to'g'riliq emizilyaptimi, vaqtida emizilyaptimi, to'y o'sha onani emizilish qoidalari ham bor-da. Bizda ko'plar uni ham noto'g'ri qilishadi. 20 minut emizib, o'ta
sut kami bo'shashganini sezib ikkinchi ko'krakka o'tib olishadi. Noto'g'ri. Mana shu ham ba'zida ichaklarda muammolar olib kelishi mumkin. Undan tashqari kletchatka, ya'ni iste'mol qilayotgan ovqat tarkibida kletchatka yetarlichami? Bolada faollik qanaqa? Masalan, katta bolalarda ham o'sha sportlarga borish yoki o'zi aktiv jismoniy faolligi yetarlicha bo'lishi, to'g'ri ovqatlanishi va eng muhimi, o'sha bolani katta ota-onasi tomonidan mana shu vaziyatda qo'rqinchli emasligini bilishi kerak-da. Ota-ona, to есть biz vahima qilamiz-ku, ota-onalar, "Qo'tyapti, bolam kasal." Doktor mana shunaqa deb qilishi bu bolani o'zi ham ishonib qoladi-da bu narsani. O'zi kasal bo'lmagan bola ham kasalligiga ishonib qoladi. Shuning uchun endi agar terapevtik davolashga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda rosa ko'plar nima berib tashlaydi? Badla berishadi. Magnit sitrat, yana bir qancha badla bilan, 10 ta badla bilan ichini davolashyapti. Bifidobakteriya, probiotiklar, palaparch davo bilan kelishadi. Hech qachon unaqa palaparch davolash yaxshilikka olib kelmagan. Chunki bizani ichakdagi mikrofloralarimizni har doim hammaga aytaman, o'sha haqiqiy tekshiradigan usul hozir bizda yo'q. O'zbekistonda yo'q. Bakpasef u tekshiruv emas. Ichaklarni PCR, mikrobiom, genom tekshiruvi bo'ladi. Ana shu haqiqatda aytib bera olishi mumkin. Qaysi bakteriya qancha urovenda tushdi va oshdi va shunga targetli, ya'ni mo'ljalli probiotik ishlatishimiz mumkinligini. Ya'ni bakpasef kal topshirib, ichimiz buzildimi, buzilmadimi aniq qilolmaymiz. Chunki u yerda o'sha normada ham patogen flora bor-ku bizada o'sha. Chiqib kelib u davolagin degan narsa emas-da. Masalan, u bakpasef uni chiqarib ko'rsatib bera olmaydi sizga. O'shaning uchun onalarga aytmoqchi bo'lganim, onalar mikroflorani ko'rish uchun bakpasef qilganingiz u isbotlangan tibbiyotda yo'q. Va u siz ko'rmoqchi bo'lgan tekshiruv hali O'zbekistonda yo'q. O'ylaymanki, tez kunlarda kelganda qilish mumkin. U ham hammaga emas. Uzoq muddatdan biri muammosi bor bolalarga qilinadi. Va yana shuni aytib o'tmoqchiman, bu ozgina hamkasblarga ham maslahat. Isbotlangan tibbiyotda agar funksional qabziyatligini aniqlashgan bo'lsa, birinchi o'rinda behavioral therapy, to есть nima deb aytsak bo'ladi uni? Axloqiy terapiya. Axloqiy terapiya, ya'ni bolalarni ertalab hojatga chiqishga o'rgatish, o'tirish, hojatxonada o'tirish qoidalarini o'rgatish, kechasi ham bir o'tirish, mana shuni rutinga aylantirish, ovqatlarni foydali kletchatkaga boy mahsulotlarni yeyishga o'rgatish, suv ichishni o'rgatish, xullas, mana shularni to'g'ri yo'lga tushirib olishga tavsiya qilishni aytaman shifokorlarga, sraz doriga murojaat qilmasdan. Agar bu ham yordam bermadimi, keyin davoga murojaat qilishsa bo'ladi va isbotlangan tibbiyotda tavsiya qilinadi hozirgi kunda polietilen glikol isbotlangan darajasi yuqori va ikkinchisi laktuloza. Bu dorilar o'rgatish chaqirmaydi, uzoq muddat qo'llasa bo'ladi, faqat shifokor tavsiyasi ostida. Qolgan hozir Pikalax, yana bir ko'p turlari laksativlardan boshqa, ular bolalar salomatligi uchun uzoq muddatga ishlatilishi xavfli. Faqat shifokor tavsiyasi bilan davolanishi kerak. O'z boshimchalik hamma narsa yoqqa tiqish kerak. Bolada ko'p muammolar keltiradi. Mana svecha masalasi ham glitserin ko'plar qilishadi, u ham yaxshi narsa emas. Naborot, bizada ota-onalar doridan qo'rqadi, o'rganish chaqiradi deb, dorilar emas, ana shu glitserin o'rganish chaqirishi mumkin. O'sha defekatsiya paytida shu sfinkter faoliyati yoki mahalliy boshqa o'zgaruvlarga olib kelib, bolada shu qabziyatni qiyinlashtirib qo'yadi. Shuning uchun isbotlangan tibbiyotda o'sha svechalar ishlatish faqatgina ma'lum bir ichak kasalliklarida ichki keltirish uchun emas. Yallig'lanishga qarshi ta'siri bo'lgani uchun. Svechani ham o'z uy sharoitida qo'ysa bo'ladi, uni ham shifokor tavsiyasi bo'lishi kerak. O'zim umuman qo'ydirmayman. Agar qo'yadigan bo'lsa ham, unda agar texnikasini ko'rib, o'zi nima qilmasa, men masalan o'rgatmayman, chunki o'zi svechaga agar har qati masalan ichak yallig'ish kasalligida bizada yallig'lanishga qarshi kuchli svechalarimiz bor, uni ishlatsak, birinchi o'sha shifoxona sharoitida ko'rsatib, o'rgatib, bolani pozitsiyasini qanaqa qirg'iziladi, qaysi konchikdan qirg'iziladi, birinchi ozgina vazelin surib yoki o'sha bolaga stress bo'lmaydigan vaziyatda qilib nima qilishni o'rgatamiz. To'g'risini ba'zi o'rgatmasak bo'lmaydi, to'g'ri aytasiz. Baribir qilishadi. Hozir biz ularga qilmaylar deganimizni baribir qilishadi. Shuni to'g'risini o'rgatsak, chunki men ko'p eshitganman, o'sha svecha qilishgan, svecha qilgandan keyin atrof qizarib ketgan, infeksiya tushgan, paraktitlar bo'lishgan. To'g'ri. Yana yallig'lanish orqasidan qancha og'ir yashirib keling, to'g'risini o'rgatinglar.
baribir qilishadi uyda. To'g'ri. Qanaqa bo'ladi shu to'g'risi? To'g'risi, birinchi o'rinda bolaga tinch sharoit, tinch muhit, shovqinsiz bo'lgan bitta nimada qilib va bolaga tushuntirish kerak. Agar bola o'sha aqlini, hushini tanigan bola bo'lsa, hozir kerak bo'lsa 2 yosh, 3 yosh ham ko'p narsani bildirsangiz tushunadi. Shu sharoitni ta'minlab berib, keyin bolani yonmachasiga yotqizib, agar texnika aytadigan bo'lsa, keyin oyoqlarini chanoqson bo'g'imida bukib, bolaga bu og'riqli emasligini va bu uni foydasi uchun qilinayotganini tushuntirishimiz kerak va o'sha svechakni kirgizayotganda baribir ta'sirli bu narsa, bolaga stress, bezovtalik qilishi mumkin. Shuning uchun mahalliy nima deydi, mazlarmi, surtmalarmi yoki vazelin surib turib, sekin kirgizib yuborishni tavsiya qilsa bo'ladi. Yoki qo'pol qilib aytganda, onalar agar o'ziga uverin bo'lmasa, undan ko'ra qilmagani ma'qul. Biz o'rgatamiz, amaliyotda boshqacha qilishadi. Chinqirab turgan bolani yotqizib, oyog'ini orasiga qo'yib, suvga qo'yib tashlab, bolaga infeksiya tushirib qo'ygan onalar ham bo'lgan. Shunaqa. Keyin o'zi meni ham gruppam bor Telegramda, onalar bor. Adashmasam bir 300-400 tacha onalar yig'ilgan va bolasida qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa o'sha guruhga yozishadi-da. Va boshqa onalar ham ishi yo'q qilishga, bekorchi ko'pchilik. Ular keyin yozishadi. Men shuni qildim, bolamga foyda beradi. Men shuni qilsangiz sizga ham foyda beradi. Ya'ni o'zaro. shifokorga bormasdan onalar o'zaro bir-biriga tavsiya berishadi. Telegramda qo'shnisi aytadi, ovsini aytadi, Jiyanim. opasi aytadi. Va iltimos, malakali insonlarni ko'rigiga boring, shifokorlarga boring degan maqsadda ham o'zi shunaqa podkast tashkil Nimaga qilingan. o'xshatadi bor mana tibbiyotda ko'p tushunmaydigan odam, tibbiyot institutida o'qimagan odam tibbiy tavsiya berish xuddi masalan, oshpaz odam mashina tuzatish haqida tavsiya berganga yoki mashina tuzatadigan odam yurakni qanaqa operatsiya qilish haqida tavsiya berganga Xuddi shunaqa. o'xshaydi. Yoki masalan, siz hech qachon aytmaysiz-ku, yosh qiz keldi, ayol kishi keldi, u ko'rib turibsiz, u mexanik emas, mashina tuzatishni bilmasligini ko'rib turibsiz. O'sha odam sizga mashina bunaqa tuzatadi, mana otini bunaqa tuzatsa, mashina yurib ketadi, siz bundoq qarab turib, shu odam bilmasa kerak deydi-ku, bundoq ishonmaydi o'sha gapiga. Lekin nimagadir tibbiyotga kelganda, o'sha kim aytsa ishonib ketaveradi. Kim aytsa ishonib ketadi. Hozir mana shu ijtimoiy tarmoqlar rivojlangani zo'r albatta, lekin uni yaxshilikka ishlatsangiz yaxshi. Menga rosa ham hozir jahlim chiqayotgan narsa, blogerlarni yoki o'sha siz aytib o'tgandek tibbiyot oliygohida o'qib bilim olmasdan turib, shu qaysidir nimalardadir 2 oylik, 3 oylik kursni o'qib olib, tibbiy blogerlik qilib, inson salomatligiga ta'siri o'rganilmagan narsalarni tavsiya qilayotganlar juda ham qiynab yuboryapti. Chunki biza uni asoratini biz davolab, biz maslahat berib olib boryapmiz-da bemorlarni. O'shaning uchun aytmoqchimanki, o'sha onalarga bizada mana sizlarni nimalarni oddiy ota-onalar ko'rar ekan, hamma kim nima desa bolamga ham shu tushadi deb o'ylamang, chunki sizni bolangiz alohida individ, alohida organizm, alohida o'zini organlarini ichki xosligi bor. Bu sizni bolangizga qanaqa ta'sir qilishini bilmaysiz. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'sha bad ximiya dorilar xavfli, badlar xavfsiz degan tushunchani ham gapirib ketishyapti-da. Ximiya dorilarni kelajakda bolaga nima olib kelishi mumkin, qanchalik xavfli, xavfsizligini olimlar allaqachon o'rganib bo'lgan. Mana shu badlar nimaga olib kelishini hech kim o'rganmagan va o'rganishni xohlamaydi ham. Chunki bu menimcha ehtiyoj bor narsa ham emas. Badlarni tarafi o'rganmasdan oldin ham ruxsat beriladi uni chiqarishga. Dorilarni avval o'rganib, tadqiqot qilib keyin chiqariladi. Badga bunaqa trебование yo'q, bunaqa anaqa yo'q. To'g'ri. Lekin yana bir narsa aytay, menga bir ikkita odamlar Instagramda yozdi. Bad deb faqat qarshini gapiryapti. Plusi ham bor-ku. Masalan, vitamin D, kalsiy yoki qaysidir mikroelement yetishmovchiligini to'g'ri biz yozamiz, agar qonda bo'lsa. Bo'lmasa, palochi bolada tirnog'i sinayotgan bo'lsa, terisi quruq bo'lsa, boshqa bo'lsa, mana shu zo'r yordam beradi deb yozib berish hech qachon bizda bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Ota-onalarga ham shuni tavsiya qilaman. Chunki bitta qiz keldi, ichi qotib yurgan qiz ekan, o'zi doim bir doktorga borsa, qarangda, magniy ham yozgan, kalsiy ham yozgan va kalsiyni dozasi juda katta. Bu yerdan magniy bo'shatib ichga keltirish kerak edi, o'zi aslida ideyada-da. Bu yerdan u kalsiy beryapti. Bolani shunaqa bezovtaligi icheklarini bossangiz tegdirmayapti-da bola. U nimaga olib keldi ichagini hech kim bilmaydi. Shuning uchun shunaqa vaziyatlarda ehtiyotkor bo'lishligisini aytardim. Ya'ni badda ham u bezapaslik ekan deb ishlatmaslik kerak. Badni ichida nima borligini faqatgina
xudoga ayonda. Shunaqa o'ylashim ekan lekin bo'yicha. rostdan. Uni ichida nima bor, tarkibi nima hech kim bilmaydi. Barchaga kattakon rahmat. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz juda ham manfaatli, onalarimiz uchun kerakli bo'ldi. Kommentariya qoldirishlaringiz mumkin. O'zi qanaqa taassurotlar bo'ldi sizda ushbu tayyorlagan podkastimizda? O'ylaymizki, ancha narsa o'rgandingiz. Yana qaysi mutaxassislarni chaqirmoqchiligimizni kommentariya yozsanglar bo'ladi. Qaysi mavzular sizlar uchun muhim, qaysi mutaxassislarni olib kelganimiz sizlarga ko'proq foyda bergan, shularni yozsanglar bo'ladi kommentariyaga. Bo'ldimi? Rahmat. Rahmat sizlarga kattakon.